Shu lavhani shu yerdan boshlaymiz. Barchamizga assalomu alaykum azizlar. Xo'p, takrorlaymiz. Tarix takrorlanadi degan bu tradingda ham, hayotda ham bor. Shogirdimiz Sarvar bizni aqlli va gapga quloq soladigan ukalarimizdan biri. Qaranglar, dollar yenada bitim ochgan, ikkita bitim. Xo'p, 01 lotdan ochilgandi. Hozir har bittasi $80 daromadda. Bu bizni grafik yuqorida take profitgacha qani ko'raylikchi? Take profitni 350, har bittasi 350 dan, bu degani $700 ketmoqdamiz. 500 punktdan ko'proq. Xo'p, kutamiz bir hafta 10 kun natijasini barchalaringga aytamiz. Qanday tugadi, nima bo'ldi? Mana kim o'rganmoqchi bo'lsa, sohani Sarvar o'zi hammasini o'rgatadi. Men yo'q payt